Yana bir bor assalomu alaykum azizlarim. Munosabat haqida ko'rib bering deb ko'p kommentariyada yozasizlar. Orada bitta munosabat ko'rib ketaman. Yana aqlingizdagi inson nima qarorga kelyapti, nimani o'ylayapti deb ko'rib olamiz. Ya'ni uni qarori, uni maqsadi nima o'zi? Davom ettirishmi, to'xtatishmi deb ko'rib olamiz. Bu insonning maqsadini ko'ramiz. Variant qilmayman azizlarim. Kimga to'g'ri kelsa ko'raverasizlar. Uni holati hozir o'zini yaxshi ko'rmay turibdi. Nimagadir o'zini yaxshi ko'rmay turibdi. Ko'proq boshqalar manfaatini o'ylayapti. Balki oilasini o'ylayapti, balki ota-onasini o'ylayapti, balki farzandlarini o'ylayapti. Ya'ni o'zini unutdi bu inson hozir. Sizga bo'lgan tuyg'ulari nimagadir xafa bo'lib turibdi, sizdan to'xtab turibdi. Sizga bo'lgan tuyg'ulari hammasini tashlab ketish holatida turibdi. Lekin sizga u insondan qanaqadir kutilmagan yaxshi xabar keladi. Yo'l turibdi siz tarafga. Pul o'ylayapti, pul kelyapti bu insonga. Sizni hayotingizga qiziqyapti nima bo'layotganligiga. Yo'l turibdi bu insonda. Sizga bo'lgan hislari ozgina ikkilanib turibdi siz tarafga, lekin sizni qizg'onyapti. Sizni qizg'onishi bor. Yoningizda boshqa erkak yo'qmi? Yoki o'tmishingizga qarayapti. Nima uchun? Qarang, boshqa erkak yo'qmi deb ham qizg'onyapti sizni ham, o'tmishingizdagi uchrashuvlari, siz bilan o'tgan kunlarni eslayapti, yaxshi kunlarni eslayapti. O'tmishga aylanmadimigan, yana uchrashuv bormi degan narsa bo'lyapti bu insonda. Siz tarafga harakat qilishi bormi? Maqsadi nima bu insonning? Maqsadi nima? Maqsadi adolatli bo'lish, siz bilan ko'rishish maqsadi. Sizni qo'ldan boy bermoqchi emas. Adolatli bo'lmoqchi sizga har taraflama. Lekin bu insonda tanlov turganligini aytyapti. Bu inson qanaqadir kontrolda. Ya'ni bu insonda tanlov turibdi siz bilan boshqa inson o'rtasida, balki oilasini o'rtasida, balki ota-onasi, balki farzandlarning o'rtasida tanlov turibdi. Lekin chiroyli orzu, xayollar, havaslar suryapti siz tarafga. Nimagadir yo'l topa olmayapti, lekin g'alaba kartasi yo'l topadi. Bu inson siz tarafga yo'l topadi. Bir oila bo'lmoqchi, chiroyli oila bo'lmoqchi. Lekin nimagadir siz bilan bahslashib ketishdan qo'rqyapti. Bu siz bilan bahslashishdan qo'rqib turibdi ozgina. Maqsadi lekin bir oila bo'lish, yangidan boshlash siz bilan maqsadi. Sizni juda chiroyli ta'riflayapti. Bu yoqda ham sizni shunaqa chiroyli ta'riflayapti. Chiroyliligingiz, obro' e'tiboringiz, aqlliligingiz, bu insonga siz har doim yo'l ko'rsatuvchi inson bo'lgansiz. Sizni qalbingizni og'ritganini aytyapti. Uch kishiliklarga ketganmi, shunaqa demoqchi. Sizni bilmaganligi, ketganligini aytyapti. Lekin sizga intilishi bor, talpinishi bor. Sizga intilishi, siz u insonni qandaydir qaysidir ma'noda barakasi bo'lgansiz. Yo'l ko'rsatuvchisi bo'lgansiz. Siz bilan yangidan boshlash xohlaydi. O'ziga yarasha mas'uliyati borligini biladi. Yangidan boshlashni xohlaydi. Sizdan umid qiladi. Umidsizlikka ham tushib qoladi ba'zida. Lekin siz tarafga harakat qiladi bu inson. O'zini ustida ishladi, ko'p narsani tushunib yetdi bu inson. Ko'p narsani tushunib yetdi. Ya'ni sizlarda yangidan boshlanish bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Tugadi munosabatinglarda, sizlarda sinov bo'ldi. Sizlarda yangilanish, yangi etapga o'tish bo'ldi. Yangidan boshlanyapti. Boshlanganda ham juda chiroyli boshlanyapti munosabatinglar. To'g'ri, kimdir kechira olmas, kimdir hali ham kutayotganlar bor. Yaxshi ko'rgan insoningizni yomonliklarini kechirib olasiz. Lekin qattiq qalbi og'rigan har xil inson bor endi, har xil inson bor. Yani kimdir kechira olmaydi, kimdir kechirib oladi. Kimning energiyasi tushgan bo'lsa ko'rasizlar azizlarim. Bu общий, bilasizlar, общий расклад bu. Hammaga ham to'g'ri kelavermaydi azizlarim. Sog' bo'linglar.